Eldor Shomurodov Rossiyaga qaytish ehtimoli haqida fikrlarini bildirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasining hujumchisi Eldor Shomurodov Rossiya Premyer Ligasiga qaytish imkoniyati haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Unga ko'ra, u bu masalada aniq qaror qabul qilmagan, lekin bu haqda o'ylab ko'rishga vaqt ajratayotganini aytib o'tdi. Shu bilan birga Shomurodov Rossiyaga qaytishga ko'ngil qo'yish yoki buni rad etish haqida aniq javob bermagani uchun muxlislar holatning qanday natijalarga olib kelishi haqida hali chuqur bahslashyapti. Rostini aytsam, ba'zan bu haqda o'ylab qolaman. Nima bo'lar ekan deb tasavvur qilaman. Hozircha aniq javob yo'q, lekin aniq yo'q, qaytmayman deb ham ayta olmayman, dedi Shomurodov. Hozirda Shomurodov Başakşehir safida ko'plab musobaqalarda qatnashib, 17 ta gol urib, 5 ta golli uzatma bergani bilan jamoaga sezilarli xizmat ko'rsatgan. Shomurodovning bu mavsumdagi chiqishlari va iqtidori oldidagi kelajakdagi imkoniyatlariga yangi eshiklar ochishga yordam bermoqda. Uning joriy mavsumdagi faoliyati albatta uning kelgusi qarorlariga ta'sir ko'rsatadi.